Bir hafta kutilgan garniturnimiz tayyor bo'ldi. Shunda olib, shunda sotadigan odamga bunaqa sostenli go'zallik bo'lmaydi. Bu mebelimizni anchaqa sifatli tayyor bo'ladi mebelimiz. Har bitta detaliga alohida e'tibor qaratiladi. Shunda olib, shunda sotilmaydi. Azizlar, go'zallikka bitta like bosib yuboring. Tanish bilishga tez jo'nating. Bu mebelni olib qolishsin, begonaga ketmasin. Tanish bilishingizga ketsin, o'zingiz olmasangiz baraka toping. Mana qarang, chiroyliga bitta like bosib yuborsangiz, nur ustiga alon nur bo'ladi. Xullas 5 yillik shifonyerimiz Chester, o'zini go'zalligini ajratib turgan trimosi bor, duxspalli kravati bor, bitta tumbuchka. Bitta tumbuchka bo'lganining sababi ayol taraflari Chester qo'ygan ekanlar, o'zlariga tumbuchka qo'ygan ekanlar. Okam, bo'ldi, sen kattaroq, men kichkinaroq bo'lsam bo'ladi degan joylardan ana shunaqa bo'lgan ekan. Xudo xolasa matrasi yangi ortoped, bosh taraflari ham o'zining medallari bilan ajralib turadi. Bosib yuboramiz xudo xolasa. Garnitur kerak bo'lsa nomerimiz bor. Like, tanish bilish, chuv qo'ramiz.